Hamma salom do'stlar, sizlar bilan men Artex Osnovoy. Video albatta kirishdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Men to'g'ri deb oldim. Men albatta o'tgan videoda ko'rganlar tushunadi. Bizda qishloqda manyak bor edi. Ya'ni manyak ko'chib kelganda men uni politsiyaga topshirib yubordim. Menga yangi uy berishdi, uyim yonib ketgani uchun. Qishloqimiz ham ancha kattalashgan. Yangi uylar ko'chib kelgan, uylar deb yangi qo'shnilar ko'chib kelgan, jetillar. Keyin esa uylar qurilgan. Короче, borgan sari kattalashib bormoqda qishlog'imiz. Do'stlar, albatta video boshida obuna bo'ling, like bosing, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga yoqdimi, yoqmadimi? Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Mana meni yangi uyim do'stlar davlat tomonidan sovg'a qilingan. Rangida men tanlaganim yo'q. Va ana u yerda uylar qurilgan, bomjlar turibdi. Mana bu yerda ham 3 ta uy qurilgan. Xullas qishlog'imiz ancha kattalashgan. Meni polizim nega bunday turibdi? Jinosan. Negadir shu polizda bir haftadan beri narsa o'smayapti, jinosan. Nima bo'ldi, bir palakat bo'ldi-ya, jinorgor. Mayli endi. Bir tayga yetishim kerak, obunachilar. Nega unaqa bo'lyapti-kana? Mayli. Hozir bunchalik qanday men merga boraman? Do'stlar. Mer meni qishloqdan haydash aniq. Sababi ana bu kartochkalar juda kamda, obunachilar albatta. Kartochka bilan nima edi? Bug'doy ekan. Jetel turibdi negadir. Salom jetel. Salom, Artex yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, o'zing yaxshimisan? Nima gaplar, nima u yerda bekin tursan? Короче, kecha mashinamda borib, merda uyga o'rgandim. Yo'q. Drift qilyotdim. Birdan tormoz ishlamay qoldi. Seriozmi? Yaxshi ish bo'lmabdi lekin. Politsiya ushasa yomon qiladi. Salom jetel. Salom. Bu yerda polizim bor, ya'ni bu o'tgan videoda albatta kanalda o'tgan video bor. Albatta kanalga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Shunda tushunasiz. Ikkita qism bor. Bu uchinchisi. Bu mana shu katta uyda bitta Mark ismli inson ko'chib kelgandi. Boy, u manyak ekan. Xullas, kanalga kirsanglar videolar bor, shundan tushunib olasizlar. Xo'p, o'shani polizni menga berishgan. Salom jetillar. Salom Artex, yaxshimisan? Nima muhokama qilasizlar? Shu uyda remont qilib o'zimiz yashasakmi ekan? Yo'q, u manyak-ku. Qanaqa manyak? Sizlar yangi ko'chib kelgansizlar qishloqqa? Ha, shunaqa. Bu uyda manyak yashagan, ya'ni Mark ismli bitta yangi o'yinchi kelib, u aslida manyak bo'lib chiqqan, bir nechta insonni o'ldirgan. Qamalgan edi. Yo'q-e? Ha, uni uyiga kirmasligingizni maslahat beraman, yana tuzoqlar bo'lmasin. Mayli. Unda biz o'zimiz ishimizni qilaveramiz. Огородni senga berishganmi? Yo, o'zingga огородingmi? Ha, Markda огород edi, lekin menga berishgan. Yaxshi-ku, mazza qilib endi огород ishlab yurasan. Pullar katta olsa kerak. Yo, ko'p ham pul olmayman. 1 stak izmirod. Rost kam ekan. Ha. Bo'pti, gullar. Men o'qimadim chitlar, sizlar ko'rmadinglar, eshitmadinglar. Tushundik. Obrashni ko'rmaysizmi? Jinimsan o'zi. Kim yozib ketgan buni? Menimcha bir Markni yomon ko'radiganlar ustidan kulib, eshigini yozib ketgan shekilli. Merda uyga soldim degandimi? Hali jetil. Tushunirsin, M5 mi ham turmi? Bilganlar kommentga yozib ketasiz, men shunaqa mashina olmoqchi edim. BMW M5 shekilli. Salom janob, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Salom. Assalomu alaykum janob, nima bo'lyapti? Jinorga bitta jetel. Uyimga kelib sopdi-yo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Politsiya ofitseri, siz nima qilyapsiz? O'sha jetelni topsangiz bizga ayting. Qora kiyimli, qora shapkalar bo'lish kerak. Ha, bo'ldi, aytaman, ko'rsam albatta. Sizlar yashasa bektiman, quruvchilarim kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Mayli. Men anaqa ketdi, bunda ishlarim bor edi. Sen ketaver. Agar o'shani ko'rmasang menga aytga qayerdaligini qidirib yuribman. Bo'ldi. Ko'rsam aytaman. Mashina lekin saloni qizil ekan, menga qizil rang yoqadi. Salom jetillar. Salom Artex, yaxshimisan? Salom. Biz qachonlar boshlanar ekan? Biz hayotni olmasak kerak. Men olaman. Yo'q, ishonmaymiz. Ishomaylar. Men 1 yildan beri oyliklarni yeb kelyapman. Mana bu огородni cho'tka o'syapti-da, qaranglar. Bir tekisa, lekin nimaga meni kichik огородchanda bunaqa bo'lyapti, tushunursin? Mayli. Огородga nima qildi Artex? Assalomu alaykum. Salom. Bilmayman, nimadir bo'ldi. Shu огородga jinursan.
Uni to'g'irlamagan, ber, ko'rib olsa damtanani chiqaradi. Ha, albatta to'g'rilayman. Xo'sh, nima qilmoqchi edim? Merga topshirish kerak sabzavotlarni. Janob mer, men ana polizimdan chiqqan asarda sizga topshirmoqchi edim, esimdan chiqib ketib qolibman. Olib kelib qo'ygan. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bular tashlab qo'yamiz. Okey, uyimga ham kirib oldim. Charchab ketdi. Meni bu yerda do'stlar 1 yildan beri saqlab yurgan oyliklarim bor, ya'ni 12 stak izmurod bo'lish kerak. Hech kim o'g'lamagan bo'lsa-da, ehtimol turibdi. 12 stak izmurod menimcha M5 ga bemalol yetsa kerak, balki ortib ham qolar. Bilmadim. Hech qilib yetsin-da. Bilasizlar, 12 stak chiqirsin. La'nat. Seni ko'rib qolsam, balki dabdalga chiqarishadi, politsiya ham kelgan. Yo'q, endi bog'laman. Menimcha yaxshi chekaroqqa qochgan, o'rmongami. O'rmonda manyak haligi mark qamalganda, 26 yilga qamalgan, jinsi 17 ta oddiy fuqaroni, keyin 5 ta politsiyachini o'ldirgan ekan, jin urgur. Ko'z oldimdan bittasi o'ldirdi-yu, yo'q. Mayli, albatta tushunmayotganlar videoga, yangi video kanalda yangilar, kanalga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. 2 ta video bor. Jin urgur. Do'stlar, mana o'zimni yangi mashinamni sotib oldim. Pulim biroz yetmaganda, 1,5 stak yetmadi do'stlar. Unisida bitta tanishimdan qarz olib berdim. Yana biroz yetmagandi, unga o'zi rozi bo'laverdi, 1-2 stak edi. 1-2 stak hazil do'stlar. Biroz 1,5 stak yetmadi, o'shani tanishimdan iplashtirib oldim. Shahardan mana do'stlar, obrashlar M5. M5 do'stlar, M4 mi? Kommentga bilganlar yozib ketinglar. Unchalik tushunmayman BMW'larda. Men Mercedes fanatiman. BMW lekin BMW ham chakka mashina emas do'stlar. BMW M nechi bu? Yozilmabdi, lekin BMW ga aniq. Anaqa u politsiyachidagi edi, ko'k BMW. Endi biz mazaqa BMW minamiz. U ortiq spevopti. Jetlar hayvatga qarasa, voy, agar o'zi RTX mashina oldingmi? Ha, M5 ga o'tchadirsan. Yemiş oldum. Bir shikasanga emas bunaqa mashina olish. Ahmoq, menda bundan zo'ri bor. Yo'q, M2. M2 bormi do'stlar? M2 modeli bormi? Bilmasdim M2 da. U mana ishlayapti. Kim bu? RTX sen nima qilasan? Kim mashinasi bu? O'zimga nima? Sen mashina olyapmi? Mashina ololmaysan deydilar. Mana ko'rib qo'ylaring, men M5 oldim. O'ynashma korotchi. Va kreditga oldingmi? Anaqa elektronikdir? Bu chinimasan, motor bu. Kreditga olganim yo'q. Naqdga oldim. Do'stlar, kuyapti, yoshitlari kuyapti. Bolalar muncha zo'r bo'lib ketyapman. Mana nima? Yo'q. Do'stlar, tezligidan hattoki ana konda ustidan ham teshikdan o'tib ketdik. Yo'q. Wow, boshqarish qiyin bo'lyapti. Wow, qatyapti Minecraft. Jidursin. Sal qoldi. Yo'q. Bro, what the fuck? Jitlar qochinglar, urib ketaman bo'lsam. Yo'q, qatishida qaranglar, Minecraft ko'tarolmayapti tezlikda. Qatib jidursin. Hayrat bu Minecraft. Qatib oldi jidurgur. Mayli, bu tushunmadim do'stlar. Yo'q. Nima bo'ldi bu? Bu yerda qandaydir yo'q do'stlar. Tushuntirsan. Agar o'tga Mark kelgan bo'lsa-ya, senga qaraymiz, Mark kelgan bo'lsa. Tushunmadim, bo'lmishlar. Topgan endi bizni o'ldiradimi? RTX salom. Sizlar nima qilyapsizlar bu yerda? Biz shunday yashayotgandik. Nega polizim? Anchanasan. Nega agrotimda narsa o'smayapti desam, ular batda mazhab yashashyapti ekanda. Kimsalar. Men hozir bular politsiyaga topshirmayman do'stlar. Inson garchiga chiqib ketaman unaqada. O'zi uysiz gadoylarni politsiyalar qamasa endi. Ularda kimi bor meni ochib ketishga? Hech kim yo'q.
Mayli do'stlar, unda biz ularga uy qurib beraman do'stlar. Ideyada cho'tkisi uy qurib beraman shetlarga, bo'bijlarga. Endi savob ham kerak-ku do'stlar, to'g'rimi? Yo'li kalito yozib ketinglarmi? Do'stlar, men yigitlarga aytib qo'yay. Uy qo'yib berishimi? Do'stlar, endi yigitlar, Politsiyaga aytdingmi? O'ldirasanmi? yo men sizlarga uy qurib bermoqchiman. Yo'q, yurasan. Yo'q, Sizlar shu yerda turib to'ylar, men sizlarga uy quraman. Narsani tayyorlab to'ylar. Rahmat. Mayli, hammamiz ham odammiz. Bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Okay, speedrun qilarkanmiz. Obunachilar, bugun videoda speedrun. Dreamga o'xshama. Speedrun boshlandi. Start with 1 2 3 4. Speedrun go. Xo'sh, obunachilar, endi biz boshlaymiz. Oslo speedrun. Uy tomida ham yopamiz, do'stlar. Okay. Xo'sh, bu tomida nimadan yopsak ekan, do'stlar? Keyin video oxirida uyga baho berasiz. Mening dizayn uslubimga bo'mishlarda endi yordam berish kerak, insongarchilik deydimi, nima deydi? Yo, insof deydimi? Bu dunyo sandan ham qoladi, mendan ham qoladi. Bo'ldi. Oshirib yubordim. Hop, okay, yana speedrun qilamiz deyman-da. Sandan ham, mendan ham, undan ham, bundan ham deb. Okay, tosh olib chiqdim biroz. Yetmay qo'ygandi. Shunda yarimtalik tosh bloklarga yasa olamiz. Esmida bilaman. Hop, endi tomni yopib oldik obunachilar. Keyin biroz kichikroq bo'ldi shekilli, do'stlar. Keyin derazaga joy ochamiz. Albatta, ungacha kommentariyga yozib ketinglar. Sizlar nima qilgan bo'ladinglar, ya'ni bo'mishlar огородlarni tayinlab chiqib qolsa. Men kanishni uy qurib berdim. Avval politsiyaga topshirmoqchi edim. No, rahmim keldi. Xo'p.
Men yana biroz tosh olib keldim, nimagadir yetmay qolyapti. Tosh ichib taxta yetsa bo'ldi, tepasiga yarimta bloklardan olib keldim. Uy kengroq qilamiz do'stlar, ko'p kichkina bo'lib qoldi. Okay. Yaxshi. Bu yerda bittasi noto'g'ri qo'yilib ketdi. Mayli. Xo'sh, bu yerga. Xo'p, men toshlarni olib keldim. Cho'ta tosh yetmayapti. Bitta borganda bir g'aram bir kestakdan oshib olib ketish kerak edi. Uyimizda bitta obrachilar. Hammaga endi baho berasizlar hammalaring. Bo'mishlarni aytamiz. Ay bo'mishlar, nima bo'ldi? Endi bizni o'ldirasanmi? Yo'q, men sizlarga uyingizni qurdim. Yo'q, qurib oldingmi? Ha, chiqib ko'rishingiz mumkin. Rahmat. Hop, mana narsa joylashtiram. Hammangizga rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Okay. Yo'qlasang bizga rahmat, senga katta rahmat. Hop, arzimaydi. Jitlar, endi men keyingi videolarda o'zim BMW M5imga garaj quraman. Albatta, yo uni video qilib chiqaraman, yo uni video qilib chiqaraman. Xo'p, mayli bo'mishlar. Hop, men pechkada tosh, temirlarni pishirib olaman. Okay. Endi shu joyda videoni yakunlaymiz do'stlar. Hammaga rahmat. Jonlar sog' bo'lsin, omon bo'linglar. Videoga like bosinglar. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring.